Assalomu alaykum barchaga. Bugun qonunchilik bo'yicha mana shu yangi loyihamiz bo'yicha 3-dars. Bugun Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunni birgalikda ko'rib, tushuntirib, tahlil qilib ketamiz. Demak, vaqtni olmaymiz va qonunni ko'rishni boshlaymiz. Demak, Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunni ko'rishimizda biz 1, 2, 3 moddalari shart emas. Shuning uchun biz 4-moddadan ko'rib ketamiz. Vazirlar Mahkamasi, ya'ni Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining maqomi qanaqa? Ya'ni Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining maqomiga ularning yaxlit tizimini birinchi o'rganib olishimiz kerak. Bu yaxlit tizimga agentlik hamda inspeksiyalar kiradi. Vazirlik bu tegishli sohada yagona davlat siyosatini ishlab chiqadigan va amalga oshiradigan, muayyan yo'nalishda ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtiradigan, ya'ni umumiy bosh bo'g'ini tashkil etadigani bu vazirlik hisoblanadi. Keyingisi bu qo'mita. Qo'mita bo'ladigan bo'lsa, tegishli sohada tarmoq ichida faoliyatni muvofiqlashtiradigan va uni tartibga soladigan deb olsak bo'ladi. Faqatgina bitta tarmoq ichida harakat qiladigan bo'lsa, bu qo'mita hisoblanadi. Agentlik esa, agentlik har doim oddiy bitta misol bilan ko'rsatib ketaman, Davlat xizmatlari markazi, Davlat xizmat yoshlar ishlari agentligi, o'shalar agentlik hisoblanadi va ularda davlat xizmat ko'rsatilishini ta'minlaydi va huquqni qo'llash vazifalarini amalga oshirishi ham mumkin. Inspeksiya bo'lsa, o'z nomi bilan nazorat, ya'ni tegishli sohalarda va tarmoqlarda davlat nazorati va tekshiruvni amalga oshirish bu Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining vazifasidir. Demak, Respublika ijro etuvchi hokimiyat organining faqatgina ro'yxati, ya'ni shu davlat xizmatlari markazi yokida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha inspeksiya yoki biror bir soha bo'yicha inspeksiya yoki davlat birorta qo'mitasi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ro'yxatini prezident tasdiqlab beradi. Va o'sha Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va vazirliklarni tuzish yoki tugatish to'g'risida faoliyat ham, o'shani tuzish, tugatishni amalga oshirish ham prezidentning farmoniga asosan bo'ladi hammasi. Prezident farmoni bilan u tugatilishi yoki tuzilishi ham mumkin. Keyingisi bu 5-modda. Vazirlar Mahkamasi faoliyatining asosiy prinsiplari. Asosiy prinsiplar deganda biz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarning ustunligini birinchi o'rinda, keyin inson hamda fuqaroning huquqlarini ta'minlash, kollegiallik, ya'ni birlashuvga yaqin, hokimiyat tarmoqlarining bo'linish hamkorligi, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ham har bittasi o'zining bo'lingan faoliyati bo'yicha. Keyin va shunday ochiqlik va shaffoflik, o'z nomi bilan ochiq, o'z faoliyatida ochiqlik, oshkoralik amal qilib, tizimda shaffoflikni ta'minlash kerak. Hech qanday korrupsiyaga qarshi kurash, korrupsiyaga yo'l qo'yilmasligi kerak. O'sha hammasi Vazirlar Mahkamasi faoliyatining asosiy prinsipi hisoblanadi. Keyingisi Vazirlar Mahkamasining tarkibi, ya'ni a'zolari kimlar? Bu hukumat a'zolariga bosh vazir kiradi birinchi o'rinda, keyin uning o'rinbosari va vazirlar, madaniyat vaziri, raqamlashtirish vazirligi, sog'liqni saqlash vaziri, o'shalar, keyin albatta Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumat boshlig'i Vazirlar Mahkamasi tarkibiga o'z lavozimi bo'yicha kiradi. 7-modda Vazirlar Mahkamasini shakllantirish tartibi Konstitutsiyada nima deb yozilgan bo'lsa, o'sha bilan bir xil. Buni mana shu davomida ham ko'rib ketishimiz mumkin. Bosh vazirni lavozimidan tayinlash yoki boshqa Vazirlar Mahkamasini shakllantirish bu 7-moddada ketgan. Buni Konstitutsiyadan batafsil ko'rsa bo'ladi. 8-modda esa bosh vazirni lavozimidan ozod etish. Qanaqa bo'ladi? Bosh vazir etilishi mumkin. Qachonki bosh vazir iste'foga chiqish to'g'risida ariza yozsa va o'z vakolatini bajara olmaydigan bo'lsa. Bundan tashqari, uning Vazirlar Mahkamasi tarkibida uning faoliyatiga qanday ixtilof yuz bersa va bir necha bor konstitutsiya va qonunlar, prezident farmon, qaror va farmoyishlarga zid qaror qabul qilgan taqdirda u keyin 3-holati ham bor. Qonunchilik palatasida siyosiy fraksiyalarning prezident ko'rish chiqish uchun taqdim etgan tashabbusi, ya'ni o'sha Vazirlar Mahkamasi rahbari bosh vazir bilan Qonunchilik palatasi o'rtasida qandaydir ixtilof bo'lgan. O'shanday paytda ishonchsizlik votumini ham kiritish orqali o'sha ishdan ketishi mumkin. Ishonchsizlik votumi qanday bo'ladi? O'sha siyosiy partiya fraksiyasi tomonidan ovozga qo'yilganda Qonunchilik palatasi deputatlarining umumiy sonli 3/2 qismidan ko'prog'ini ovozini olsa, bu ozod etish to'g'risida qaror qabul qiladi prezident. Lekin uni taqdim etganda qabul qilish uchun esa 3/1 qismi agar taklif etadi va 3/2 qismi ovozini olsa, u ishdan
ya'ni lavozimda ozod etiladi. Umumiy aytganda bosh vazirning lavozimidan ketish prezident tomonidan amalga oshirilishda ishonchsizlik votumi ham kiradi. Bosh vazir lavozimiga ketsa, hukumat ham hammasi lavozimidan ketadi, ya'ni iste'foga chiqadi. Bosh vazirning vakolatlari bor. Ya'ni bosh vazir Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tashkil etadi. Bu 117-modda bilan deyarli bir xil, faqat qonunda ko'proq beriladi. Chunki qonun bu batafsil yoritilgan bo'ladi. Keyin mana sariq bilan belgilab ketganman. Konstitutsiyada borilaydi bundan. Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tashkil etadi, unga rahbarlik qiladi. Vazirlar Mahkamasi majlisida raislik qiladi, uning qarorini imzolaydi. Xalqaro munosabatlarda Vazirlar Mahkamasi nomida ish ko'radi. Endi qonun bo'yicha ko'ramiz. Hukumat oldiga qo'yilgan maqsadli vazifalarning bajarilishini ta'minlash bo'yicha Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Prezident bilan kelishilgan holda bosh vazir o'rinbosarlari o'rtasida vazifa taqsimlaydi. Davlat boshqaruvlari etilmagan masala bo'yicha qaror qabul qilishi mumkin. Prezidentga viloyatlar va Toshkent shahar hokimini lavozimidan ozod etish to'g'risida taklif kiritishi mumkin. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yakunlari bo'yicha Qonunchilik palatasiga ma'ruza, ya'ni hisobot tariqasida ma'ruza taqdim etadi. Hukumat a'zolari bilan birgalikda har yarim yilda Qonunchilik palatasiga, prezidentga va O'zbekiston xalqiga va Oliy Majlisiga murojaatnomasidan kelib chiqadigan hisobot taqdim etadi. Hukumat a'zolari bilan birgalikda taqdim etadi o'sha narsalarni. Va boshqa vazifalarni amalga oshirishi mumkin. Va bosh vazir o'zining faoliyati to'g'risida, o'zining ishi to'g'risida prezidentga muntazam ravishda axborot berib turadi. 27-modda biz keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan o'quvchilar e'tibor berasizlar, ko'p joyi qolib ketyapti, bir ikkita modda qolib ketyapti deyapsizlar degan bo'lishlari mumkin, lekin bu nima uchun? Bu o'quv dasturi asosida, ya'ni sizlarga kerak bo'lishi mumkin, tushishi mumkin bo'lgan joylarni o'rgatib ketyapman. Demak, 27-modda Vazirlar Mahkamasiga masalalarni kiritish va ko'rib chiqish. Vazirlar Mahkamasi qonun loyihalari qonunchilik tashabbus tartibida Qonunchilik palatasiga kiritishi mumkin. Eslatsalaring 98-moddada Qonunchilik tashabbusda Vazirlar Mahkamasi ham bor. Keyin prezidentning farmon, qaror va farmoyishlari loyihalarini prezident administratsiyasiga kiritishi mumkin. Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari loyihalari qabul qilishi uchun qabul qilinishi mumkin. Demak, 28-modda Vazirlar Mahkamasining tarkibiy bo'linmalari. Bunda tarkibiy bo'linmalarga bosh vazir kotibiyati, uning tarkibiy bo'linmalari, shuningdek bosh vazir o'rinbosarining kotibiyatlari Vazirlar Mahkamasining tarkibiy bo'linmalari hisoblanadi. Bosh vazir kotibiyatining rahbari prezident tomonidan, bosh vazir kotibiyati rahbarining o'rinbosarlari va bosh vazir o'rinbosarlari kotibiyatining rahbarlari, bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining Oliy Majlisdagi vakolatli vakili prezident bilan kelishgan holda Vazirlar Mahkamasi tomonidan lavozimga tayinlanadi. Qaranglar, bosh vazir kotibiyati rahbarining o'rinbosari birinchi o'rinda, bosh vazir o'rinbosari kotibiyatining rahbarlari ikkinchi o'rinda, Vazirlar Mahkamasining Oliy Majlisdagi vakolatli prezident bilan kelishgan holda Vazirlar Mahkamasi tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etilishi mumkin. Keyin 29-modda Vazirlar Mahkamasi majlislari bor. Vazirlar Mahkamasi davlat boshqaruvi, xo'jalik va ijtimoiy rivojlanish bo'yicha majlislar o'tkazadi. Majlisga rahbarlikni bosh vazir amalga oshiradi va majlisni o'tkazib boradi. Prezident albatta Vazirlar Mahkamasi majlisida, hukumat majlislarida raislik qilishga haqli. Vazirlar Mahkamasi majlislarida kimlar ishtirok etishi mumkin? Bosh vazirning o'rinbosarlari, maslahatchisi, vazirlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumat boshlig'i, zarurat bo'lsa, viloyat Toshkent shahar hokimlari ham ishtirok etishi mumkin. Agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining majlislarida juda ham prezident yordamchi va maslahatchilari, Qonunchilik palatasi spikeri, senat raisi, Konstitutsiyaviy sud raisi, Oliy sud raisi, bosh prokuror ham taklif etilishi mumkin faqatgina. 31-modda keyingisi. Vazirlar Mahkamasining majlislariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish. Majlislarida masalalarda birinchi mana shu majlisni o'tkazish uchun masalalar tayyorlanishi kerak. Buni bosh vazir kotibiyati amalga oshiradi, buni birgalikda amalga oshiradi. Va zarur bo'lgan hollarda masalalar tayyorlashni Vazirlar Mahkamasi yoki uning raisiyati tomonidan tashkil etiladigan komissiyalar amalga oshiradi. Vazirlar Mahkamasining majlisda ko'rib chiqish uchun kiritiladigan hujjatlar loyihalari Vazirlar Mahkamasining reglamenti talablariga muvofiq tayyorlanishi kerak. 32-modda Vazirlar Mahkamasi majlisda qaror qabul qilish. Qaror qanday qabul qilinadi? Hukumat a'zolarining ko'pchiligi ovozi bilan qabul qilinadi o'sha qaror. Qachonki agar o'sha majlisda qabul qilingan qaror bo'ladigan bo'lsa, bayonnoma tarzida u rasmiylashtirilishi kerak. 33-modda Vazirlar Mahkamasining raisiyati va uning tarkibi. Vazirlar Mahkamasining raisiyati bor, u doimiy faoliyat ko'rsatuvchi organ. Vazirlar Mahkamasining raisiyati tarkibiga bosh vazirdan tortib
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi kiradi. Ya'ni bosh vazir, bosh vazirning o'rinbosari, maslahatchisi, vazirlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi. Ya'ni yuqori o'rinda turuvchi mansabdorlar turadi Vazirlar Mahkamasida. Qatnashishi kerak. Raisatida. Demak, masala qanday bo'ladi? Bu raisat majlislarida ikki xil masala ko'rilishi mumkin. Prezident topshiriqlarining ijrosi, Qonunchilik palatasi, qonunchilik tashabbusi tartibida kiritiladigan qonunlar loyihalari bo'lishi mumkin. Keyingisi, Vazirlar Mahkamasining hujjat turlari bor. Normativ huquqiy hujjat. Qanday normativ huquqiy hujjat chiqaradi? Juda oddiy qaror va farmoyish chiqaradi, bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari esa bosh vazir tomonidan imzolanadi. Agar qonunchilikda nazarda tutilgan ba'zi hodisalar bo'ladigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari bosh vazir tomonidan imzolangunga qadar administratsiya bilan kelishib, administratsiyaning ruxsati bilan amalga oshirilishi mumkin. 37-modda Vazirlar Mahkamasining qarorlari bor. Vazirlar Mahkamasining normativ huquqiy turdagi hujjatlariga qarorlar shaklida ham qabul qilinishi mumkin. O'shalar nima uchun qabul qilinadi? O'zining asosiy faoliyatida o'sha O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya va qonunlari, Oliy Majlis palatasi qarorlari, prezidentning farmon qarori va farmoyishlari asosida ularni ijro etish uchun qabul qilinadi. Demak, 38-modda so'nggi kelamiz. Vazirlar Mahkamasining masalalar bo'yicha hujjatlari Vazirlar Mahkamasining farmoyishlari shaklida qabul qilinadi. Farmoyish degani shunday 38-moddga kelish kerak. Tezkor tusdagi hujjat bo'ladi har doim farmoyish. Tezkor chiqiladi, uning bajarilishi ham tezkor bo'lishi kerak. Faqatgina joriy vaqtda o'tadi. O'sha farmoyish hisoblanadi. 50-modda Vazirlar Mahkamasi faoliyatini moliyalashtirish bor. Respublika byudjetidan va boshqa taqiqlanmagan manbalar hisobidan ham moliyalashtirish mumkin. Shuning bilan Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunimizning qisqa tushuntirish, ya'ni o'quv dasturi asosida tushish mumkin bo'lgan joylari mana shundan iborat. Mana shularni to'liq o'rganib olgandan so'ng, albatta, mana shu Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonun savol tushsa, masalan, ikkita savol tushsa, 6.2 ballni yoki bitta savol tushsa, 3.1 ball bor degani sizlarda. Albatta bitta savol tushadi, lekin kamida.